Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mebelchi rasmiy Instagram sahifamiz va doimiy kuzatuvchilari. Do'stlar, bugun yumshoq mebellarni optim ishlab chiqarish joyiga kelganmiz. Bu yerda mana yangi fasollarimiz ham bor. Ishlab chiqaruvchi ustaning xonadoniga yetib keldik. Usta, yaxshimisiz? Umidjon, ishlaringiz yaxshimi? Allohga shukr. Usta, xudo xolasa ishlaringiz sifatiga gap so'z yo'q. Har doimgidek vodiy bo'ylab dastlabkingiz bepul. Bepul. Boshqa viloyatlarga dastlabki qilib berish imkoni bor, faqat kelishiladi. Kelishilgan holda. Ustaning manzili Andijon viloyati, Andijon tumani Oqyol mahallasida mana shu joyda ishlab chiqariladi. Xo'p, shundan boshlayveramiz usta. Birinchi razmerlari, puli 230 ga 430 Yevropa sonda. narxi 3 million 900 ming so'm. Pampers Purjinada qilingan. Purjina mo'shi materiallar bo'ladi. Gap yo'q. Keyingimiz 230 ga 430. bu ham yangilik model ekan. 7 de. 7 dey. Gap yo'q. Mana shu joyi 7 deyiladi. Bu necha pul? 5 million 800. 5 million 800. Bu yerda mana high-tech fasollarimiz bor ekan. 230 ga 430. Aha. 4 million so'm. Bunisi ham high-tech. Yarim high-tech bu. Bu yarim high-tech. Bu ham 4 million so'm. Bu ham 4 million 4 so'm. million so'm. Xo'p, bu yerda mana Chesterli modellarimiz bor ekan. 230 ga 430. 230 ga 430. Keyin bunisi ham bir xil. Bunisi ham bir xil. Faqat rangida farqi bor. 10 ta 12 tadan bemalol joylashaveradi. Joylashaveradi. Pampers Purjina mo'shi material. Aha. Puli necha pul? 4 million 800. 4 million 800 ming so'm. 3 ta tumbasi bor. Stolini alohida kelishiladi. 700 mingdan 1 million 200 minggacha bor. Xo'p, bu yerda mana trish fasonimiz bor. Trish fasonimiz 3 million 300 da 3 millionga beramiz yangilar apasida. Bu 230 ga 330 razmer. Endi yangi yil munosabati bilan 300 ming so'm skidka bo'ldi. 3 millionga tushdi narxi. 3 million 300 ming so'm sotilardi. 3 million so'mdan endi bemalol Umidjondan xaridinglar bo'ladi. Umidjonning telefon raqami ekranlarda turibdi. Bemalol o'ziga telefon qilaveringlar do'stlar. Umidjon, sizga ham katta rahmat. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.